بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول، الدرس الرابع عشر. Arab tili darsdagi birinchi qism 14-dars. Dars boshlashdan ilgari bugungi darsimizdagi muhim nuqtalarni bir yig'inchoqlab o'taylik. Bugungi darsimizdagi asosliq maqsadlik nuqtaliq grammatika, kishilik almashlarninki igilik kelish shakli. Ana biz burungi darslarimizda deb ko'ramiz, kishilik almashlar bosh kelish, igilik kelish, tushum kelish qatorliq 3 kelishda keladi. Odatda bosh kelish holatda kishilik almashlarni mundaq tushunsak bo'ldi. Uchinchi shaxsnikini huva, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya'ni hiya degan huva deganimiz erlik, uchinchi shaxs erlik birlik u. Huma uchinchi shaxs erlik ikkilik. U ikkisi, hum uchinchi shaxs erlik ko'plik ular. Ya huma hunna dal erlikninki ayollik shakli birinchi, ikkinchi ko'plik shakllari. Ham ikkinchi shaxs anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Bundaki anta erlik birlik, ikkinchi shaxs antuma ayol erlik ikkilik, ikkinchi shaxs antum erlik ko'plik, ikkinchi shaxs. Hamda ayollik shakli anti, antuma, antunna. Ana nahnu birlik. Birinchi shaxsninki erlik ayollik ayrılmaydi, faqat birlik ko'plik deb ayrıladi. Hamda musha kelgan vaqtimizda bular hozir men sizlarga huva, huma, hum degani bu ayrim zimri bu inshaalloh ikkinchi darsda keldi. Ammo mushlar bosh kelishga kelganda bayatdan men degandek o'qilgan boshqalashni tushunishlarga, masalan, uningga ni yoki ning deb qo'shilmay tarjima qilindigini. Yuqoridagidek turlangan bilan, ammo nima kelishga kelgan vaqtda, tushum kelishda yoki igilik kelishga kelgan vaqtda o'xshamaydigan turlanadi. Endi farqi tushum kelishga kelgan vaqtda ni deb tarjima qilamiz ko'pincha hollarda, igilik kelishga kelgan vaqtda ning deb tarjima qilamiz. Ammo shakli tushum kelishda igilik kelishning shakli o'xshash. Masalan, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, tu, na. Mao bosh kelish oldi. Endi a bayatın huva, huma, hum, hiya, huma, hunna degandan keyin bosh kelish holatining pilla bilan bir kelib kelgan holati mundaq keladi. Odatda birlik, ikkiliklari masalan pilning taxtida yushurun keladi. Masalan daraba, daraba, darabo desak, bu yerda hech qanday zimir yo'q. Faqat darabadagi tigidagi yushurun, darabadagi alif, darabudagi va. Darabatda yushurun, darabatdagi alif, darabnada nun. Darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna degi ta, tumatum, ti, tumatunna. Mavla bosh kelish holatiki. Undan darabtu, darabna degi tu, na deganlar bosh kelish holatiki ulinib kelgan zimir bo'ladi, almash. Ammo shuningki igilik kelish tushum kelishlari men hozir degandek hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. I, na. Agar igilik kelish bo'lsa, igilik kelish deganimiz oldiga pil kelib qolsa, nima? Tushum kelish deganimiz oldiga pil kelib qolsa yoki zavar qiladigan omillar, masalan, inna, lakinga o'xshash omillar kelib qolsa bu vaqtda tushum kelish bo'ldi. Igilik kelish deganimiz oldiga muzab kelib qilib, endi ning qo'shimchasi qo'shilsa, masalan, kitobuhu, kitobuhuma, kitobuhum degan. Endi bugungi darsimiz dal shu nuqta. Shu zimrlarning shu holatiga bakroq diqqat qilsak bo'ladi. Undan keyin ikkinchisi muhim diqqat qiladiganimiz iga xabarlik jumla. Endi ismliq jumlalardan, ismliq jumla deganimiz ism bilan boshlangan jumla ismliq jumla, bu to'g'risida biz hozir so'zlamaymiz. Iga xabar. Bu nuqta endi bizga bak hozircha aydin emas. Boshqa bizga besim bo'lib qolmaslik uchun buni hozir so'zlamaymiz. Ammo kallamizda har qanday jumla iga xabar bo'ldi deb tushunsak bo'ldi. Masalan, adat bizim bir tilga zo'g'a Uyg'ur tilida ma'u mundaq degan jumlada ma'u degan ega, mundaq degan xabar. Masalan, bu kitob. Bu ega kitob xabar. Shu nuqtalarga darsda ancha-muncha diqqat qilib qo'ysak bo'ladi, ha. Undan keyingi qo'shimcha mazmun kun yoki ma'lum bir ko'p sonliq narsasidagi ma'lum bir turdan so'moqchi bo'lsak, masalan, bu qaysi kun ayyum hada, bu qaysi ay shahri hada, qaysi fakultetda o'qiysiz desa, fi ayyi kulliyatin tadrus degandek ayyini ishlatishni guna hisob qildi. Ayyi. Masalan, ayyal kitab, ayyal kutub turid, qaysi kitob lozim. في أي كلية تدرس قيس فاكولتي تقيس أي يوم هذا بو قيس كون أي شهر هذا بو قيس أي دegandek shu nuqtaga diqqat qilsak qolganlarida qiyin tushmaydi. Bo'lsa, men so'zliklarni o'qib bir tarjima qilib beray. Al-kalimatul jadida, yangi so'zliklar. Al-hafidu
ابن الابن أو ابن البنت. حفد. الكلية كليات. كلية الطب. كلية الشريعة. كلية الهندسة. كلية التجارة. الدستور. الأخ. إخوة. إخوان. أهلا وسهلا ومرحبا. اليونان. نصراني. نصارى. الحفيد نرفع. Yani Arap tushuntirilishda ibnul ib degani bolaning bolasi yoki ibnul bin qizning bolasi narva. Hafada buning ko'pligi. Al kulliyatu fakultet. Kulliyat ko'pligi. Kulliyatut tibb doktorlik fakulteti yani tibbiy fakultet deymiz-ku. Kulliyat sharia yani shariat fakulteti yani qonun fakulteti. Kulliyatul handasa injenerlik yani binakorlik fakulteti. Kulliyatut tijara savdo fakulteti. Ad-dustur yani bizning uyg'ur tilimizda bor qonun dastur deb shu qonun. Al-akhu qarindosh odatda bir tuqqanga ma'noda. Ixvatun va ixvanun arishklisi ko'pligi. Ixvatun keladi yoki ixvanun keladi. Agar ixvanun kelmay axvanun kelib qolsa bu ikkilik bo'ladi. Axninki ikkiligi axvan ama ixvanun ko'pligi. Ahlan va sahlan xush kelibsiz. Marhaban qarshalimiz. Al-Yunan ne Gretsiya yoki Grek degan ma'noda. Nasraniyun nasara yani xristian. Nasara uning ko'pligi. So'zliklarni tushunib, yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekstga kelamiz. Tekstni avval o'qib, tarjima qilib, maslaga tahlil qilib beraylik. Ad-dars ar-rabi' 'ashar 14-dars. Assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kayfa haluka ya Ali ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم الشيخ عيسى؟ ومريض هو الآن في المستشفى شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة، ومحمود في كلية الطب، وإبراهيم في كلية الشريعة، ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ وزميلي. من أين هو؟ ومن إنجلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه الدكتور إدوارد. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم، ذهبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجمة مستقبل بالضغط. كيف حالك يا عمي؟ تغا أحوالنız qanday? Buni burundaki haluka sizning ahvolingiz. Bu yerdagi kap ikkinchi shaxs arilik birlik igilik qilish holati. Sizning. Ana bi khayrin walhamdulillah. Men yaxshi. Yerdagi ana birinchi shaxs boshqalish holati. Kayfa halukum? Sizlarning ahvolingiz qanday? Men antum sizlar kim? Halukum kum erlik ko'plik igilik qilish holati ikkinchi shaxsning. Nahnu abna'u doktor Musa. Biz doktor Musaning bolalari. Ahlan va sahlan va marhaban. Xo'sh kelibsizlar, qarshalaman. Abukum sadiqi. Dadanglar mening do'stim. Abukumdagi kum yana o'xshash ikkinchi shaxs erlik ko'plikningki igilik qilish holati. Ayna ammukum ash-shaykh Isa. Tag'anglar Shayx Isa qayerda? Ammukumdagi kum qaydada birish hojasiz. Huwa maridun, huwa al-an fil mustashfa. U kasal, u hozir doktorxonada. Shafahulloh, Alloh uningga shifolik bersin. Shafahullohdagi hu uchinchi shaxs arilik birlikning tushum kelishi. Uningga pildin kin kelsa tushum kelishi bo'ladi. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum. Sizlar bilanki bu kichik qizchaq kim u? Ya uxtuna, u bizning singlimiz. Uxtunadagi na igilik qilish holatini bizning. Masmuha uning ismi nima? Ismuha deki ha yani uchinchi shaxs ayollik birlik igilik qilish shakli. Ismuha Layla, uning ismi Layla.
Ayna baytukumul jadid. Sizlarning yangi qayerda? Ayna baytukumdagi kum enla tushunib kelish, nima ikkinchi shaxs erlik ko'plikning egilik qilish shakli. Baytun al-jadid qaribu min al-matar. Bizning yangi uyimiz aydrumga yaqin. Baytun na egilik qilish. Birinchi shaxs erlik ko'plik egilik qilish holida bizning. Antum fil madrasati sanawiyya. Sizlar to'liq o'tir maktabdami? La, nahnu bil jami'a. Yo'q, biz universitetda. Ana fi kulliyatil handasa. Men binakarlik fakultetida. Va Mahmud fi kulliyatit tibb. Mahmud bo'lsa tibbiy fakultetda. Va Ibrohim fi kulliyati shari'a. Ibrohim shariat fakultetida, qonun fakultetida. Va Yusuf fi kulliyati tijara. Yusuf tijorat fakultetida. Men zalika al-fata allazi fi sayaratikum. Sizlarning mashinanglardagi kishi kim u? Yigit kim u? Fata, yigit degan ma'noda. Sayaratikumdagi kum, ya'ni ikkinchi shaxs erlik ko'plikninki egilik qilishak. Sizlarning mashinanglarda. Huwa zamili, u mening saboqdishim. Zamili, ya'ni ya'ni birinchi shaxs egilik qilish shakli erlikdan. Min ayna huwa, u qayerdan? Huwa min Ingiltara, u Angliyadan. Masmuhu, uning ismi nima? Masmuhu diku üçüncü şahıs erlik birlik egilik qilish shakli. Ismuhu William, uning ismi William. Muslimun huwa, u musulmonmi? La, huwa nasraniyun. Yo'q, u xristian. Abuhu ustazi, uning dadasi mening ustozim. Abuhu diku hu üçüncü şahıs erlik birlik egilik qilish shakli. Ustozi diki imu birinchi shaxs erlik birlik egilik qilish shakli. Ismuhu doktor Edward, uning ismi doktor Edward. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم. سلا bugün tağanlarını yoqlaşdın mı doktorxanaga bardinglarmi? Azhabtum degi tum baş kelish. Ya'ni ikkinchi shaxs erlik ko'plik baş kelish shakli. Sila harakatni qilgan odam shu. Naam, zahabna. Ha, barduq. Savatdoshlar, shu darsdagi İga xabar nuqtalarga diqqat qilaylik. Masalan, nahnu abna'u doktor Musa. Biz doktor Musa'ning bolalari. Biz iga abna'u doktor xabar. Huwa maridun. U kasal. U iga maridun nima? Kasal. Hiya ukhtuna. U iga ukhtuna xabar. Ismuha Layla. Uning ismi degani igisi Layla degani xabar. Shunga o'xshash qolganlarini ozroq tushunsak bo'ladi. Iga xabar jumla ismiya, fi'liya to'g'riliq keyingi darslarda tafsilroq to'xtalamiz. Tekis, yani dialog tushunishib bo'lgan bo'lsa, men bir qur ko'nikmalarni talablarini tushunib o'tib ketay. Birinchi ko'nikma at-tamrinul awwal ajib anil as'ilatil atiyya. Tuandagi savollarga javob bering. Masalan, man antum ayna baytukum man rabbukum. Siz kim? Uyinglar qayerda? Parvardigoringlar kim? Shuningga o'zinglar masal javob berasiz. Masalan, antum nahnu tullab yoki nahnu abna'u Muhammad. Biz Muhammadning o'g'illari degandek javob bersanglar bo'ladi. Ayna baytukum, uyinglar qayerda? Baytuna amamal masjid yoki baytuna amamal madrasa. Uying nada bo'lsa, shuni akilib baytuna deb boshlab, bizning uyimiz deb boshlab javob bersanglar bo'ladi. Ikkinchisi, o'qib yezing. Endi masalan bizga 12 jumla beribdi. Mush jumlalarni o'qish orqali jumlalarning tarkibidagi mubtada xabarga diqqat qilinglar. Asasen cümlenin 5'de kelgan mubtada hisoblanadi. Hozir sizlarga tushunishda cümlenin 5'de kelgan mubtada, undan keyin cümlenin ichidagi maqsadlik gap boshlanig'ini mubtada bo'ldi. Masalan, birinchi jumla o'qib baqsaq, nahnu muslimun, biz musulmonlar. Ya'ni gap nerdan boshlandi? Bizdan nerda oxirlashdi? Musulmonlar. Unda olganda nahnu iga mubtada, muslimun nimasi xabar. Al-islamu dinuna. Islom bizning dinimizdir. Gap nerdan boshlandi? Islomdan dinuna. Gapning oxirini chiqadi-ku, bu xabar bo'ladi. Shunaroq tushunsak bo'ladi hozircha. Qolgan jumlalarni shu bo'yicha o'qib, mubtada xabarga diqqat qilasizlar. Undan keyin almashlarningki qanday shaklda kelganligiga diqqat qilasizlar. Esingizda bo'lsin. Pildan keyin kelgan almash tushum kelishidi. Ismdan keyin kelgan almash, ya'ni ning qo'shilgan almash tushum kelishidi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. 3-mashq. Adif al-asma al-atiya ila ad-damair kama huwa muwaddah fil misal. Misalda izohlanganidek, tuandagi ismlarni zimirlarga muzaf qiling deydi. Ya'ni zimirlarni qanday holatga keltiring? Iglik qilish holatiga keltiradi. Masalan, bayt, baytukum, baytuna. Mushu buncha qo'shsak bo'ldi. Masalan, sizlarning uyinglar, bizning uyimiz. Ammukum, ammuna. Madrasa, madrasatukum, madrasatuna.
lugatukum lugatuna degenge o'xshash qolganlarni qo'shib sanglar bo'ladi. To'rtinchisi o'qing. Ya'ni ay yawmin hada, ay shahrin hada, ay kulliyatin hada degandek savollarni o'qish orqali eg'izinglarni bu savollarga ko'ndirib olinglar. Masalan, qaysi kun, qaysi oy, qaysi fakultet, fi ay madrasatin ant, siz qaysi maktabda, min ay baladin ant, siz qaysi shahardan degandek savollarga o'zinglarni ko'ndirib olsanglar bo'ladi. Beshinchisi g'ayri munsirib ismlarning tizimligi. Endi oldingi darslarda nurg'un xildagi g'ayri munsiriblarni turishib o'tdik qo'shindami? Manda o'zi g'ayri munsirib bo'ldi. Endi bugungi darsimizda turishadigan g'ayri munsirib chet eldan, chet tillardan kirgan 3 harfdan ortiq bo'lgan so'zlar arab tilida g'ayri munsirib hisoblanadi. Chet tillardan kirdi 3 harfdan ortiq bo'lgan. Masalan, William, Edward, London, Paris, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismoil, Ishoq, Yaqub oxirgacha Fir'avngacha bo'lganlar hammasi asl chet tildan kirgan ismlar. Bu ismlar sharafdan ortiq. Mana bu ismlar g'ayri munsirib bo'ladi. Albatta g'ayri munsiriblarning hukmini bilisizlar deyman. Masalan, bunga zirq kirmaydi. Zirq o'qildigan o'rinlarda zvar o'qiladi. Undan keyin qo'sh harakat kirmaydi. Undan keyin alif lam kirmaydi. 6-mashq tuandagi misolni o'qib, undan keyin kelgan jumlalarni shunga o'xshash o'zgartiring. Hawwil al-jumal al-atiya misla hawwil. Masalan, anta zahabta ila al-madrasa deganni antum zahabtum, antini antum o'zgartgandan keyin zahab ta'dagi ta mas qadamda tumga o'zgaraydi. Shunga o'xshash anta kharajta min al-fasl deganni antum kharajtum min al-fasl va qolganlarini shu bo'yicha o'zgartsanglar bo'ladi. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.